Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda va la takunu kallazina nasulloha fa ansahum anfusahum dedi. Shariatda zo'r qoida bor, buni ko'pchilik biladi. Al jazau min jinsil amal degan qoida bor. Bu nima deganidir? Jazo, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Masalan, haliga bitta qissa aytib beraman, Misrda bo'lgan voqea. Vo, cheka qishloqdan keladigan bitta odam anaqa pishloq, qattiq olib keladi-da. Keyin bu shuni taroziga qo'yib turib, bunga karishga piyoz bir narsa berib yuboradi ekan. Tushundik-a? U yoqdan pishloq olib keladi, masalan, tarozisi yo'q. Shuni olib keladi, shu qancha bo'lsa, shunga yarasha karishga berar ekan. Piyozmi, nima bo'lsa ham-da, unmi. Keyin bir kuni haligi nima odam, magazinchi, do'konchi. Shubhalanib qolibdi ana qishloqdagidan. Taroziga qo'yib ko'ribdi. Taroziga qo'yib ko'rsa, 900 gram chiqdi. 1 kilo emasdi. Keyin yana qo'yibdi, yana 3-4 marta shuna bo'libdi. Buni men bir sharmanda qilaman. Ali o'ziga aytsa bo'ladi. Ko'pchilik ichida, "Va falonchi, sen shunaqa ham harom ish qilasanmi? Senga men ishonib nima so'rasang bersam, shunaqa harom ish qilasan" dedi. "Yo, birodar, xafa bo'lmang. Meni uyimda tarozim yo'q. Siz nima bersangiz shuni tortib kelyapman" degan ekan. U nima degani? Do'konchi o'zi shu ishni qilyapti deganda, o'zi sharmanda bo'ldimi?